O'rtoqlar, yaxshimisizlar? Ro'zalar bilan charchamayapsizlar? Mana xudo xolasa bugungi ish jarayonimizni ham tugatdik. Mana seximizdan qisqacha obzor. Xo'p, bu soyabonli kachelamizda oyoqlari yasalish jarayoni. Bu prosta qo'yib ko'rilgan. Bu tayyori, bu to'qilgan holati. Soyabonlining tipi soyaboni. Bu svet tabiiy yog'och rang, yog'och svetda beradi, tabiiylikni beradi. Bu zakazga tayyorlangan, qolgan joylari ham bitgan. Xudo xolasa egalariga yetkazib beramiz. Hop, seximiz shu. Ishdan keyin yigitlar xudo xolasa narsalarni yig'ishtirib Jahongirbek odatdagidek navesli kachelamani kimga kerak bo'lsa murojaat qilaverasizlar. Zakazga tayyorlab beryapmiz. Qo'ldan kelgancha chiroyli qilib. Oldingi videolarimizda navesli kachelarimiz bitgan holatlari bor. Kimga kerak bo'lsa ko'rsalar ham bo'ladi. Hop, seximiz mana sovuq bugun. Stoykalar, kachelarga zakadovkalar, stoykalar. Xudo xolasa bugungi ish jarayonimizni tugatdik do'stlar. Kimga kachelar kerak bo'lsa murojaat qilaverasizlar. Qo'llab-quvvatlab turinglar, poddeshka qilib turinglar. O'rtoqlar, poddeshka qilib turganlarga rahmat. Podpiska bo'lmasdan ko'rib turganlarga podpiska qilib qo'yishlaringizni iltimos qilamiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat.